Narxlarni sindirib tashiymiz ichkariga. Ko'rsasan, mana bitta anchadan beri chekishimning ananasi tutayotganlar bormidi? Mana shu bitta pochkasini 35 ming so'mdan qilib beramiz. Xitoyga bo'ladi. Bir pochkasi 35 ming so'mdan. Adashmadinglar, soni cheklanmagan bo'ladi. Mangoni korobkasi 100 ming so'mdan, aynan sizlar uchun korobkasi 100 ming so'mdan, bir donasi 10 ming so'mdan. Xullas, drakonlarni zo'rini olib kelib qo'yganmiz. Mana bitta jigar, nima bu deydigan bo'lsangiz, marakuyi 10 ming so'mdan qilib qo'ydik. Pamellalarni aynan bugun 16-sentyabr kuni 20 ming so'mdan qilib beramiz. 20 ming so'm kerak jigar, ko'rsasan. Xullas, muskat uzumlarni ko'ryapsizlarmi? Bir mana shu olib kelib, mana shu turishi 60 ming so'mdan. Mana shu turishi 1,5-2 kilo chiqadi, 60 ming so'mga olasizlar. Juda ham zo'r, ideal bo'ladi. Bir korobka mango xullas 100 ming so'm. Faqatgina smaylik sortliklari bo'ladi. Mangoni xillari juda ham ko'p. Okay. Siz kutgan, qidirgan mangolarni ham olib kelib qo'yganmiz. Faqatgina kelish kerak, olib ketish kerak. Ko'rsanglar bo'ladi, xatosiz bo'ladi. Okay. Assortimentlarni to'ldirib qo'yganmiz. Xudo xolasa, cheshinini mashinasini 35 ming so'mga qilib beramiz. Faqatgina kelish kerak, olib ketish kerak. Bugungi sana 16-sentyabr bizning manzilimiz Beltepa 31B, okalar, Jarariqda bo'ladi. Ibn Sino klinikani shunda oldida okalar. Sizlarni kutib qolamiz. Murojaat uchun nomerlarimiz bor. Bemalol Telegram kanaliga kirib, lokatsiyadan olsanglar ham bo'ladi. Bolalar dastavka ham chiqaveradi. Sog' bo'ling, yaqinlar tarqating, assalom.